Olayınızı ko'rilmay bilan obunachilar, bugun bizda yana yangi ishlarimizni o'rnatib berganmiz. Mijozimiz xonadonlarida interyerlarga moslab oq ranglardan foydalanganmiz. Tilla ranglar bilan uyg'unlashtirib ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, shikastlarimizni ichiga kelgan bo'lsak, mijozimiz ayol kishi bo'lganligi uchun uzun kiyimlarga moslab berganmiz. Tepalari kiyim bilish uchun pastlariga g'aladonlar qo'yib berganmiz. Tandem rollardan ishlatganmiz. Ancha yuk ko'tara oladi. 50 kilogacha yuklar ko'tara oladi. Xo'p, o'rtamizga kelgan bo'lsak, cho'torli poljaga berganmiz. Buni ham tayyorlarda g'aladonlar qo'yganmiz. Bu yog'imizga kelsak, bu yog'imizdan xuddi shunaqa ko'rinishli uzun kiyimlarga moslashtirib berganmiz. Tayyorlarda buni ham g'aladonlari bor. Ko'rishlarim uchun tashqi fasadlarimizga aynalar qo'yib berganmiz. Xo'p, bizning murojaat raqamlarimiz shularga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, ko'p mebelchilar duch kelayotgan holat vaqt masalasi bo'lgani uchun biz shunga oydinlik kiritdik. Xudo xolasa, aytgan muddatimizda yetkazib bera olmasak, uyingizga bonus bilan yetib boramiz. Ko'ngilli bo'lsa sizlar kutib qolamiz.